Islom dinida qiz farzandga alohida, o'g'il farzandga alohida e'tibor beriladi. Uqba ibn Omir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilib aytadilarki, kimda kim agar 3 ta qizi bo'lsa, ularni sabr bilan o'stirsa, ularga topgan narsasidan kiyintirsa, ular uning uchun do'zaxdan parda bo'ladi deb marhamat qiladilar. Qizlarni tarbiya qilishlik bu juda ham bir sharafli, mas'uliyatli ish hisoblanadi. Chunki mana bu ishni bajargan inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga albatta ergashgan bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham 4 qizni otasi edilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlarini, odoblarini, chiroyli xulqini ajoyib holatda ta'lim tarbiya berdilar. Ilm talab qilishlik har bir muslim va muslimaga farzdir deb payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, qizlarimizga ham ilm olishlikka ular ham albatta haqli inson bo'ladi. Mana shunday ekan azizlar, albatta har bir qiz farzandlarimizni bu dunyoda jamiyatda oilasiga, ota-onasiga, farzandlariga yaxshi ta'lim tarbiya berishlik uchun ilm olishligi o'ta zarur amallardan biri ekan.